O'rtoqlar, domda yashayotgan aka-ukalarimizning eng katta muammosi nima bilasizlarmi? Xo'p, eng katta muammosi hozirlarga aytaman, stoyanka muammosi bo'ladi. Bugungi reklama qilayotgan xonadonimizni stoyankasini qaranglar, katta. Xohlaganingizcha joy bor. 55 ming dollarga o'rtoqlar, 50 kvadrat 2 xona bo'lgan kvartirani bugun obzorini qilamiz. Assalomu alaykum. Qulay manzilda bugungi obzorimizda Shayxon Tohir tumanida bo'ladi. Ko'kchi masjidiga 200 metr yetmasdan, Qobil tekstilli yonginasida 5 etajga domni 4-etajda joylashgan ushbu xonadonimiz. Mana bu yerda kirish eshigi, o'ng qo'limizda mana ko'rishingiz mumkin birinchi xonasi. Remontlari akkuratli, sveji, oynalari mana bu yerda ham bor, bu yerda ham bor oynalar skvazma. Mana chap qo'limizda sanuzel vanna joylashgan. Mana bu yerda ayollarimiz uchun sevimli bo'lgan kuxnyasi ko'rishingiz mumkin. Kichkina balkonchasi bor, duh konturli kotelni o'rnatilgan. Xo'p, mana bu yerda bo'lsa ikkinchi xonasi. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, kimga shu xonadon ma'qul kelgan bo'lsa, pastda opisaniyada egalarining raqamlarini qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.